Mavzu bu ikkinchi qism. Birinchi amaliyot ikkinchi qism. Kriptografik algoritmlar iOS hisob bilan ishlash. Matematikasini ko'rdik. Men hozir ishlab ko'rishim kerak. Dini topishni. %92 çıkarmadık mı ötken safar? 85'e yani kakras doğru çıktı. Şu yadlarınızda bosa eminler sana etmedik. Yine biraz şifrelaş algoritmin matematik esası. Tub son tanladık. Yani bu yadlarınızda salaman. Bu ve Q tub sonla ondan katta borusu gerek. Modulunu sapladık. N'ni P'ni Q'ya köpəytirib Euler funksiyasını işlətmədik. Fi'nin teng P-1 Q-1 Euler funksiyasını tapmadık. Keyin açıq komponentini tanladık. Yani E'ni E1 bilan Euler funksiyası arasında ve özara tub borusu gerek idi. Yapıq eksponentini tapış. Kamera mende korumayasın ve anladım. Görmüyorsun mu? Başını atayım mı? Kamerayı pauza qilingan deb ko'rsatyapti da menda. Chiqmayapti. Hozir boshini aytaman. Endi bo'ladimi? Endi ko'rindi. Ya. Yeni topladik, Euler funksiyasini topladik, keyin D'ni matematikasini hisoblab bilmadik, to'g'rimi? Yodlaringizda bo'lsa. Ana endi shuni dasturlashini ko'rib chiqamiz. Asosiy bu yerda men buni o'rganib ko'rdim. Misol uchun bu hozir biz 20 larga kelib to'xtatdik-da buni. 192 chiqadi. O'sha ishlaganimiz bu yerda qolmabdi. Misol deb saqlanib aytdim o'xshaydi uni. İşleyenimizde 13 bilan 17 mi shunday olmadik adashmasam. Keyin E192 geldi. 192. N192 geldi. Gapni qisqasi 20 gacha ishini vazifani bajarish uchun, ya'ni imonni topish, imondagi modulyar teskari sonini topish uchun, D'ni topish uchun 20 gacha kombinatsiya tik ko'rdik. İşi görünüşdə bu kombinatsiya tik ko'riladi. Kombinatsiya tik ko'rdik. Lekin oxirigacha yetkazilmadik. Buni soni 192 chiqar ekan. Javobi 192. Ya'ni bunda berdi. 85 chiqar ekan. 85 192 deyapman. 85 chiqar ekan. Biza matematikasidan foydalanadigan bo'lsak, 85 gacha kombinatsiya ko'rishimiz kerak edi. Bu esa o'ta ko'p vaqt oladi. Shuning uchun matematikada faqat shifrlashdan foydalansangiz bo'ladi.
Menimcha bu darsda matematika ishlab keldingizlar, guruhga tashlaysizlar. Yani görəsizlər. Tak. Şu bilan bo'ldi. D-ni yana chiqarib berdi bizə də. Həmmə narsani bərk qo'pmaya. E61 D hozirgi son uni bilamiz qaysini ekanligini. Va hokazo. Son kiriting, ya'ni son kiriting deganda Euler funksiyasini yozasizlar. Euler funksiyasi 192 deng bo'ldi. D esa 85 chiqdi. Mana shuning ko'rinishda ishlaydi. Keyingi masala. Bunda ASCII shifrlashda, RSA shifrlashda ASCII jadvalidan foydalanishi kerak bo'ladi. Bunda yani ko'rsatganimning har bir raqam yoki belgi yoki belgi bo'ladimi yoki harf bo'ladimi, katta, kichik harf shifrlashda ahamiyat beringlar. Katta harf bilan kichik harfni farqi bor. Shuning uchun yaxshilab ko'rib harakat qilaverasizlar. RSA shifrlash algoritmi dasturiy asosi. Ana endi dasturlashni ko'rib chiqamiz. Bizlar uning uchun kerak bo'ladi VS Code degan dastur. VS Code'ni jab topamiz hozir. Ekranni boshidan translyatsiya qilishim kerak. Транслировать экранdan. Göründü mü? Göründü mü ekranım? Ko'ryapmiz damni. Eshitilmadi. Ko'rinib turibdi. Ha, bo'ldi. Tak, VS Code degan nima bor? Dastur VS Code. Giraman, hozir ссылкасini beraman. Guruhga uстановка, kompyuteringizga uстановка atasiz. Skачать olasdan. Keyin ichini настройка atasiz. Дальше keyin Python degan dasturni uстановка atasiz. Shu Windows uchun qaysi Windowsniki bo'lsa, qaysi sistemaniki bo'lsa, shuni mos etib olsangiz bo'ladi. Tashakkur qilaman. Buni uстановка etgandan keyin Python uстановка etasizlar. Python 12 ni olinglar, iloji bo'lsa. Python work. Sal eskirog'ini olgan yaxshi. Download qismini o'taman. Keyin embedded grafiklar bilan beribdi. End of life security 3.10 3.12 ham yaxshi. 3.12 ni asoslar bo'ladi. 3.12 bu 3.15 3.11 bor ekan bunda. Aynan 3.12. Tak, şunu bassam bo'ladi. Sen görüşte çıktı. Şunu bassak. Başladı. Yine gördünüz tar xz. Bir de bu ne ki ya bu? Linux için aldım o şeyden. Tamamlayalım. Windows Manager.
Ha, buni ustun oshnasi yo'q ekan. Ustun oshnasi yo'q ekan. Bunda ikki kopyasi bor ekan. Yamnovda ham bor edi shundoq edi. Seguji. Shu 13, shu 11 ni yuraman. Yo'qda qo'ydim. Shu 12. Bundan yo'q. Shu 14. Sizlar o'zimga tashlab qo'ygan yo'qsa, o'zgartirib berdilar bu. Python egalimi? Six plus exe package bo'lishiga ketadi. Dovos qismi o'taman. 7 bunu specific. Bundan topdim. Windows hamma versiyasında bermaydi down skachat fayllarını, skachatadigan fayllarını. Mesela bende hozirda 64'lik Windows bor bo'lsa, Windows installer 64 bit, kimdadir 32 bo'lishi mumkin. Va hokazo MacOS bo'lishi mumkin. Kimdadir, to'g'rimi? Mana shu narsa. Mana shuni bosaman, mana exe fayl beradi. Ben bunu alıp sizlere tasarruf beraman keyin. Olsa tapma meselesi var. Xullas, ustavka attizlar, Python ustavka attizlar, Python imning görünüşü çıkmadı içeri. Bizi ustavka bo'lgandan keyin bo'ldi. Ustavka atish jarayonida bir video ko'rganlaringiz yaxshiroq Pythonda qanday ustavka qilish deb turib YouTube'dan
Şunda gösterdi yollarını. Keyin VS Code tutunup yetasizlar. Shuni ikonga chiqadi rабочий stol. İçine giresizlar ve kod yaratasizlar. Kod yaratasizlar. Yangi fayl, sozas fayl da turib nomlab saqlanib etib .py da. Qaranglar, untitled 1.py. Ana şunun içine kodlar yazılıp turibdi. Böyle. Kodlar yazıladi program tarafı. Ana endi bunu ishlash uchun mesela RSA'dan foydalanishimiz uchun ma'lum bir kutubxona ishlatiladi. Bu kutubxonani biz oldin o'rnatib olishimiz kerak. O'rnatish uchun VS Code'a girib turib 3 nuqtada terminalni bosib turib sozlash terminal desam shuning görünüşdə bana terminal beradi. Ana terminala men yozaman amaliyotda berilgan so'rovni. Amaliyotda berilgan so'rovni. Yine shu narsani yozaman. Yine yozganman pip install bir narsa yozganman. Downloading deb turib shuning chiqqan yana shuning hajmdagi ma'lumot deb turib kutubxona ya'ni deb turib 1.8 MB 1.8 MB hammasini olgan ve installing collected packages dedi. Yani dastur o'rnatildi. O'rnatish jarayoni hamma paketlar yig'ildi dedi, o'rnatilganda dedi. Successful installed bir narsa. Kutubxonani nomi xullas. Yani o'rnatildi. Muvaffaqiyatli o'rnatildi. Keyin yoki bo'lmasa CMD orqali kutubxonani o'rnatsa bo'ladi. Bunun uchun push R knopkalarini bosasizlar, CMD deb yozasizlar va shunga oyna ochiq keladi. Shu yerda nav yozilgan bo'lsa, shu narsani prosta tag yozasizlar. Oxirida ahamiyat beringlar, kutubxona ustunovga aytganda oxirida successfully installed deyishi kerak. Agar shuni demasa, demak u o'rnatilmadi. O'rnatilmasa kod ishlamaydi. Va hokazo. Ana endi shu kodni olib turib, o'rganib chiqasizlar. Masalan, qaysi navbat bajarib turibdi. 2 dona kutubxonani chaqiramiz. Bir dona kutubxonani o'zidan 2 dona funksiyani chaqiramiz. Keyin RSA uchun kalit yaratamiz. Kalit bizada bilsangizlar, RSA asymmetric shifrlash algoritmiga kiradi. Bu degani 2 dona kalitdan foydalanadi. Birinchisi ochiq kalit shifrlash uchun, yopiq kalit deshifrlash uchun. Key dadimdan ochiq kalitni yaratdim. 2048 bit uzunluğa ega. Private key. Xo'sh, key deb kalitni generatsiya ettirdim va private key dadimdan yopiq kalit dadimdan key'a denglab qo'ydim. Ya'ni shu RSA.generate 2048 bit uzunluğa ega kalitni generatsiya qiladi va bu kalit yopiq kalit hisoblanadi. Ochiq kalit public key deb belgimizdan key.public key deb yoziladi ekan. Bu yerda o'zi hamma amaliyotlarni o'sha matematikada ko'rgan, matematik asosida ko'rgan hamma amaliyotlarni shundan foydalanib, shu funksiyadan foydalanib bajaradi. Bu yerda alohida yozib o'tirish shart emas. Bir o'zgaruvchi yaratamiz. Shifr RSA deymizdan yuqoridagi kutubxonani public key orqali deymizdan kalitni matnni plain text deb belgilab salom Og'abek deb yozdim men misol uchun. Va o'sha algoritm bizda shifr RSA degan algoritm bo'lsa, ya'ni shu algoritmdan foydalanib, deyman, encrypt qavsishda plain text bizda salom Og'abek. Ana shu ko'rinishda shifrlash jarayoni bajariladi. Ana keyin shu kodni o'zini men inobu dasturga o'tib turib ishora tashlaydigan bo'lsam va bajaradigan bo'lsam, bunday bajaradigan knopka run kod aytadigan bo'lsam yoki bo'lmasa zapуск file Pythonda bajaradigan bo'lsam, menda embedda terminalda natijani ko'rsatib beradi. Bu deshifrlash jarayoni yuqoridagi kutubxonalar hech narsa o'zgarmaydi, faqat o'zgaradigan narsa decrypteddan o'zgaruvchi qo'shiladi va decryptdan funksiyadan foydalanadi. Bo'ldi. Asosiy narsa o'sha narsa shifrlash va deshifrlash jarayoni.
Natijasi yana shuning ko'rinishida keladi. Bu yuqoridagi shifrlangan matn deydigan shifrlangan matn gitdi. Nima tushunamiz buni? Hech narsa tushunamiz. Deshifrlangan esa asosiy biza shifrlashimiz kerak bo'lgan matn edi. Mana shu narsani o'zini AES shifrlash algoritmidan foydalanib bajaramiz. Xo'sh. Natijani ko'radigan bo'lsangizlar, natija yuqoridagi o'xshash bo'ladi. Bunda faqat sal ozroq shifrlangan matn shuning ko'rinishiga ega bo'ladi ekan. Deshifrlangan matn esa asosiy narsani o'zi. Ana endi topshiriqqa keladigan bo'lsak, har bir talaba o'zining ism familiyasini machaqib olib ko'rinishda, ya'ni faqat ism familiya degan so'zni shifrlab kelmanglar yoki deshifrlash kelmanglar. O'zingizning ism familiyangiz berdi asosiy. Erison va AES shifrlash usuli yordamida dasturiy asosda shifrlab so'ngra deshifrlashlar zarur. Amaliy ishda kodning har bir satrini o'rganish talab qilinadi. Mana shu narsa. Keyin ishlatib turasizlar. Word ko'rinishida dokument taxlab guruhga yuklaysizlar. Shu bilan baholaymiz. Shu bilan amaliyot tugadi. Ikkinchi qismi kimda sinchiq savol bo'lsa, bersangiz